masturbatsiya nima? Qanday asoratlarga olib keladi? Jinsiy zaiflik, quvvatni kamaytirishga olib keladimi? Yoki-da bepushtlikka sabab bo'lishi mumkinmi? Shu kabi savollarga bugungi videoda javob olasiz. Masturbatsiya o'zi nima? Masturbatsiya bu o'zini qondirib bo'shanish hisoblanadi. Ya'ni bu tabiiy fiziologik jarayon hisoblanadi, ma'lum bir vaqtgacha. Chunki masturbatsiyani foydasi ham bor, zarari ham bor. Foydasi qanaqa desangiz, masturbatsiya birinchi o'rinda tabiiy fiziologik jarayonligi uchun sizda prostatadagi dimlanishni kamaytiradi. Ikkinchisi esa jinsiy zo'riqishni ham kamaytiradi. Shu ikkitagina foydasi bor xolos. Chunki masturbatsiya o'zi olib qaraganda bu zarar. Tibbiy nuqtai nazardan qaraganda ham zarar. Chunki postupательный, ya'ni tepaga pastga qo'l ishqalanganda ham birinchi navbatda olatni teriga va ichki qon tomirlarga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchidan psixologik o'zgarish bo'lishi mumkin. Psixologik o'zgarish deganda nimalar kiradi? Ya'ni ko'pchilik masturbatsiyani pornografik filmlar bilan ko'rib qiladi. Shunda ushbu erkaklarda pornografiyaga qaramlik paydo bo'ladi. Keyingisi esa real jinsiy aloqa bilan pornografiyani ajrata olmaslik. Chunki agar erkak kishida pornografiyaga qaramlik bo'lib qolgan bo'lsa, real jinsiy hayotda real ayol kishi bilan jinsiy aloqa qilish payti kelganda erkak kishida turmay qolishi mumkin, ya'ni erektil disfunksiya kuzatilishi mumkin. Bu holat juda achinarli va og'ir holat hisoblanadi va bu masturbatsiyaning eng og'ir asoratlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun agar siz masturbatsiyani pornografik filmlar bilan ko'rib bajarayotgan bo'lsangiz, buni to'xtating. Chunki agarda siz uylanmagan bo'lsangiz va uylanish arafasida bo'lsangiz, siz birinchi kechada juda qattiq stressga tushib qolishingiz mumkin va ayolingizni kerak bo'lsa qizligini ola olmasligingiz mumkin. Shu borada bir bemorimizni aytib o'tmoqchiman. Bemorimiz to'yiga bir kun bo'lgan, qabulga kelgan. Anamnizni yig'ganimizda, ya'ni shikoyatlarini eshitganimizda bemorimiz o'smirlik yoshidan beri, ya'ni 14 yoshdan beri pornografik filmlar ko'rib, o'zini qondirib yurgan, ya'ni masturbatsiya bilan shug'ullanib kelgan. Vaqti kelsa, bu narsa kuniga 2-3 marotaba bo'lgan. Xo'p, buni oqibatida bir necha yildan beri, ya'ni 10 yildan beri muntazam pornografik filmlar bilan ko'rib, masturbatsiya bilan shug'ullanib kelgan bemorimiz uylandi. Uylanganda nima bo'ldi? Nima deb o'ylaysiz? Uylanganda birinchi kechadagi jinsiy aloqaga olati turmadi. Ya'ni jinsiy aloqa qila olmadi. Birinchi kechada nyudacha bo'lganligi uchun, ya'ni aloqa qila olmaganligi uchun bizni oldimizga keldi. Biz unga nima tavsiya qildik? Biz unga birinchi 2-3 kunligi uchun dori yozib berdik. Ya'ni aloqa yaxshi bo'lish uchun, jinsiy holat yaxshi turishi uchun dori yozib berdik. Va keyinchalik unga psixoseksolog mutaxassisga murojaat qilishini aytdik. Chunki bu holat og'ir holat, buni urolog mutaxassisi davolamaydi. Bu holatda faqat psixoseksolog, ya'ni sizni psixologiyangizni to'g'irlash kerak bo'ladi. Bu holatda ham qutulish mumkin. Albatta bunga e'tibor bersangiz. Pornografiyaga qaramlik qanday kuzatilishi mumkin? Shu tariqasida bitta bemorimiz shikoyatini aytib o'taman. Ushbu bemorimiz bir necha oy oldin kelgan ayol kishi erga tegganiga bir necha yil bo'lgan. Shikoyatlari quyidagicha bo'lgan. Ya'ni eri ayol kishining aytishi bo'yicha masturbatsiya bilan uylangandan keyin ham shug'ullanib kelgan. Birinchi vaqtlari bu yashirin bo'lgan. Keyin bu ochiqlanishni boshlagan. Oxirgi paytlari esa ayol kishining so'zi bo'yicha eri ayolni oldida pornografik videolarni ko'rib, o'zini qoniqtirgan, ya'ni masturbatsiya bilan shug'ullangan. Xo'p, ayol kishi nimaga iltimos qilgan? Ayol kishining shikoyati nimada bo'lgan? Ayol kishi iltimosi quyidagicha: erini masturbatsiyadan qutultirib beringlar. Chunki masturbatsiya bilan shug'ullanishi uni hayotiga, ya'ni oilaviy hayotga juda qattiq salbiy ta'sir ko'rsatgan. Juda ko'p urush janjallar bo'lgan va jinsiy aloqa sifati keskin pasayib ketgan. Yana bir muhim gapni aytib o'tishim kerak. Muammo masturbatsiyada emas, muammo uni me'yordan oshib ketishida. Shunda tabiiy savol tug'iladi. O'zi masturbatsiyaning me'yori qancha? Aniq bir soni yoki me'yori yo'q. Masturbatsiya qachonki fiziologik norma hisoblanadi, qachonki sizda o'qishingizga yoki ishingizga xalaqit qilmasa, kunli ish tartibingizga xalaqit qilmasa,
Sizda masturbatsiyaga qaramlik bo'lmasa, bu normal fiziologik holat hisoblanadi. Aks holatda bu patologiya hisoblanadi. Ya'ni patologik masturbatsiya hisoblanadi. Keyin odamlar orasida ko'plab mif savollar yuradi. Ya'ni birinchisi bu urug'im tugab qoladimi? Ikkinchisi bepushtlikka olib keladimi? Birinchisiga javob: Xo'p, erkak kishida masturbatsiya qilsa urug'i tugamaydi. Agarda unda tabiiy 0 bo'lmasa, tabiiy urug'lar soni va foizi 0 bo'lmasa. Ikkinchi savolga esa quyidagicha javob bo'ladi. Ya'ni, agar siz uylangan bo'lsangiz va masturbatsiya bilan shug'ullansangiz, masturbatsiya oqibatida sizda yetilgan urug'lar chiqib ketadi va siz masturbatsiya qilib aloqaga kirishsangiz, sizda yetilmagan urug'lar ayol kishining qiniga to'kiladi va buning oqibatida sizda bepushtlik, ya'ni homiladorlik yuzaga kelishi qiyin bo'lishi mumkin. Xo'p, yana bir muhim savol: qachon masturbatsiya patologiya hisoblanadi, ya'ni kasallik hisoblanadi? Masturbatsiya haqida, ya'ni masturbatsiya qilishingiz haqida ochiq-oydin gaplashsangiz, ko'cha-kuydami, oshna-og'ayni o'rtasidami yoki aka-uka o'rtasidami, qayerda bo'lsa ham. Ikkinchisi, jamoat joyida hech kimdan uyalmasdan masturbatsiya bilan shug'ullanish. Internetda ko'p tarqalib ketgan videolarni bilamiz, ya'ni bir nechta odamlar jamoat joyida hech kimdan uyalmasdan masturbatsiya bilan shug'ullanadi. Yaqinda ham bir video chiqdi, uni ko'rib qoldik. Ya'ni avtobusda bir yosh katta erkak kishi avtobusning oxirgi qatorida o'tirib, begona ayollarga qarab o'zini qondiryapti. Bu qay darajada to'g'ri? Va bu tibbiyot tomonidan va psixologiya tomonidan patologiya hisoblanadi. Shuning uchun ham agarda masturbatsiya bilan jamoat joyida bemalol hech kimdan uyalmasdan shug'ullansangiz, bu bilib qo'ying, patologiya, ya'ni kasallik. Va masturbatsiya yana bir nechta holatlarda patologiya hisoblanadi. Ya'ni agar sizda masturbatsiyaga qaramlik paydo bo'lgan bo'lsa, ya'ni siz masturbatsiyasiz yasholmasangiz, bu ham patologik holat hisoblanadi. Oxirgisi esa pornografiyaga qaramlik paydo bo'lgan bo'lsa, bu holat ham patologiya hisoblanadi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, oldin aytib o'tganimizdek, pornografiyaga qaramlik bo'lgan bo'lsa, sizda real jinsiy aloqaga xohish keskin kamayib ketishi mumkin. Va real jinsiy hayotga kelganda esa sizda jinsiy olat turmay qolishi ham mumkin. Masturbatsiyadan qanday qutulish mumkin? Masturbatsiyadan qutulish uchun birinchi navbatda siz o'zingizda iroda, kuch to'plashingiz kerak. Ikkinchidan esa, agarda sizda patologik shu qaramlik bo'layotgan bo'lsa masturbatsiyaga, albatta psixoseksolog yoki imенно masturbatsiya bilan shug'ullanadigan, masturbatsiyani davolaydigan urolog mutaxassisiga murojaat qiling. Uchinchisi esa eng oddiysi bu o'zingizni o'zingiz band qiling. Ya'ni sport bilan shug'ullaning, kitob o'qing, ishlang, o'zingizga bo'sh vaqt bermang. Shunda siz masturbatsiyadan qanday qutulganingizni o'zingiz bilmay qolasiz. Agarda siz o'zingizda masturbatsiyada patologik bironta bir o'zgarishlar kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta mutaxassisga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Agarda sizda qanaqadir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, izohlarga savollaringizni yozing. Va erkaklar salomatligi bo'yicha ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang.